Bir Toshkentda masjid qilinadigan bo'ldi. Men o'sha bosh imomman tumanda. Unda bir yigit kelib, "Domla shu masjidni men qilsam" dedi. Masjidni boshlab o'rtalarga kelganda puli yetmay qoldi. Bir chiroyli imorat qilib turgan ekan, 3 ta do'koni bor ekan. Shu bilan uyini to'xtatib, shu turishcha sotdi. Kvartiraga ko'chib borib, shu 3 ta do'konni ham sotib, masjidni bitirdi. Oradan bir oy o'tib, qish sovuq, qahraton vafot qildi. Men janozasiga bora olmadim. Oradan biror oy o'tib, qabristonga bordim. Yashama gullar bor. Lekin haligi qabrning ustida shundoq ko'k maysa mana shundoq turibdi. Ko'k. Men hayron bo'lib, qabristonning qorovulini chaqirib so'radim. Aytdim, hamma yoq qish bu, kuzda yoq hamma o'tin sarg'ayib sovurilib ketadi. Kim ekdi buni? Bu lekin ekilganga o'xshamaydi. Sabdoqni. Ajib. 40 yildan beri shu qabristonda qorovul men hayotimda ko'rmadim. Illa shu o'zi ko'karib chiqdi deydi. Qabrdan o't ko'karib chiqdi. Haqiqatdan ham eng ajibi yig'ladim.